Assalomu alaykum. Biz hozir sizlar bilan ERP Sport platformasida tashkilot tuzilmasi, ya'ni yangi tashkilot o'rta maktablardagi sport klublariga trener biriktirish, guruhga sportchini qo'shish va barcha noldan boshlab bajarilishlar barchasi bo'yicha qo'llanmani ko'rsatib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda ERP Sport saytiga kirib olamiz. Kirib olganimizda e'tibor bering, men bu yerda login parol yozyapman. Bu test ko'rish bo'lgani uchun odatiy tarzda kirish bo'lyapti. Amaliyotda siz One ID orqali kirilasiz. Kabinetga kirib foydalanishingiz mumkin. Demak, kabinet ochib olamiz. Ochib olganimizda quyidagi oyna ochiladi. Ya'ni tashkilot nomi, sir raqami va tashkilot rahbarining ma'lumotlari yuqorida ko'rinib turibdi. Demak, birinchi navbatda ishlarni umumiy ma'lumotlarni kiritishdan boshlaymiz. Ya'ni umumiy ma'lumotlar, tashkilot sozlamasi, foydalanuvchi ma'lumotlar. Ya'ni tashkilot sozlamalarida bo'lim yaratib olamiz bitta. Bo'lim qayerda kerak bo'lishini o'rtaroqda tushuntirib o'taman. Demak, yaratish tartib raqami. Demak, birinchi tartib raqami yaratilgan. Shuning uchun 02 tartib raqamini yozamiz. Misol uchun trenerlar. To'liq nom trenerlar. Yuqori turuvchi. Ya'ni ushbu bo'limga yuqori turuvchi bo'lim qaysi bo'lim? Maktab tanlab oldik. Aktiv holatda saqlaymiz. Bo'lim yaratildi. Endi foydalanuvchi ma'lumotnomasi, xodimlar ushbu oynaga, sportchilar ushbu oynaga kiritiladi. Ya'ni trenerlar, xodimlar. Demak, xodim trener qo'shib olamiz. Yaratish tugmasini bosganimizda shu ma'lumot chiqadi. Demak, trener ma'lumotlari. Biz ID karta. Ma'lumotlarni kiritamiz. Qidirish tugmasi bosiladi. Shaxsga doir ma'lumotlar hammasi keldi. Pastga tushganimizda saqlash tugmasi bor. Saqlash tugmasi orqali ma'lumot saqlab olamiz. Demak, saqlandi. Trener to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritib oldik, foydalanuvchi ma'lumoti. Endi o'quvchi sportchini kiritib olamiz. Demak, o'quvchi sportchi bo'limida yaratish. Demak, sportchimiz to'g'risida ma'lumotlar keldi. Alijon. Demak, bunga rasm biriktirib olamiz. Endi men ixtiyoriy rasm biriktirdim. Sportchi rasm bo'lmaganligi uchun, shuning uchun siz sportchi rasmini biriktirib olasiz. Demak, yashash manzilini kiritamiz. Qo'shish. Sirdaryo viloyati. Misol uchun saqladik. Tug'ilgan hudud. Sirdaryo. Shahar. Bu yerda millatni tanlaymiz. Demak, millatni tanladik. Oxirida agar sportchining telefon raqami bo'lsa, telefon raqamini kiritib ketamiz. Bo'lmasa shart emas. Demak, saqlaymiz. Demak, sportchini ham kiritib oldik. Xodimni kiritib oldik, sportchini kiritib oldik. Ushbu bo'limda amallarimiz tugadi. Demak, endi kadrlar ati, ya'ni tashkilot tuzilmasini yaratib olamiz hamda yaratilgan tashkilot tuzilmasiga xodim qabul qilamiz. Demak, tashkilot tuzilmasi. Demak, bu yerda hozirda yaratilgan ekan. Biz o'shaning ichini ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda yaratilgan turgan ekan tashkilot tuzilmasi. O'shani o'zgartirishni ko'rib o'tamiz. Demak, o'zgartirish tugmasi bosiladi. Hujjat raqami 1, sanasi, o'sha tashkilot tuzilmasi yaratilgan sana va bu yoqqa izoh yozib qo'yamiz. Demak, ushbu joyda mana maktab direktori uchun bitta shtat ajratilgan. Trenerlar soni nechta bo'lsa, o'shancha shtat yaratiladi. Misol uchun, demak, o'zgartirishni bosamiz. O'zgartirish bosganimizda yuqorida aytgan bo'lim yaratgandik va trenerlar bo'limi tanlanadi va trener lavozimi tanlanadi. Trener tanlanganda shtat birliklar soni qat'iy belgilangan. Agar tashkilotda
umumiy trenerlar soni aniq bo'lsa, ushbu tugma yoqiladi va deylik bizda ikkita trener bor deylik, ikkita trener qo'yamiz va ushbu tugma yoqiladi. Ushbu tugma tashkilotni o'zida ishga qabul qilinadi degan ma'noni beradi. Demak, trener saqlaymiz. Mana saqladik. Xuddi yana boshqa lavozimlarga qo'shish orqali xuddi shu tartibda qo'shib ketiladi. Demak, saqlagandan so'ng hujjat tasdiqlanadi. Agar birinchi navbatda tashkilot tuzilmasini yaratib olmasak, xodimni ishga qabul qila olmaymiz va bu o'z-o'zidan guruh yarata olmaymiz degan ma'noga keladi. Shuning uchun birinchi tashkilot tuzilmasini yaratib oldik. Demak, xodimni ishga qabul qilish. Ushbu oynamiz hali bo'sh. Yaratish tugmasi bosiladi. Izoh yozamiz. Xodimni lavozimiga qabul qilish. Demak, qo'shish, priyom работу qachondan ishga qabul qilindi? O'sha sanani ko'rsatamiz. Garchi ochiq qoladi. Mazmuniga, misol uchun, buyruq raqamini yozamiz. Misol uchun 01-sonli buyruqqa asosan xodimni ishga qabul qilgan buyruq raqami bo'limi, ya'ni xodim qaysi bo'limda lavozimda turganini mana bu yerda trenerni tanlaymiz va lavozim ochganda trener chiqadi. Agar biz Shirinshahar umumta'lim maktabi tanlaganda direktor lavozimi chiqadi. Shuning uchun biz trener tanladik va trener lavozimini tanladik. Bu yerda ikki turibdi, ya'ni ikkita shtat ajratilgan. Xo'p, uchta nuqtani bosganimizda yuqorida birinchi foydalanuvchi ma'lumotda xodimlarni kiritib olgan joyimizdagi oynadagi ma'lumotlar ko'rinadi. Demak, trenerni tanladik. Bandlik turi tanlanadi. Asosiy, ichki o'rindosh, tashqi o'rindosh bo'lsa, mana biz asosiy tanladik. Bandlik darajasi 1 stavka, ish vaqti 6 kun 40 soat. Saqlash, yana saqlash. Demak, 2 marta qayta bosganimiz 2 marta chiqib ketdi. Bittasini o'chirib tashlaymiz. Demak, hujjatimizni tasdiqlaymiz. Hujjatimiz muvaffaqiyatli tasdiqlandi. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni birinchi bosqichda umumiy ma'lumotlarni kiritdik. Ikkinchi bosqichda kadrlar atli xodimlarni tashkilot tuzilmasiga xodimni qabul qildik. Uchinchi bosqichda guruh yaratib, guruhga trener va sportchi biriktiramiz. Demak, ta'lim atini ochamiz. Hujjatlar, guruhga sportchi trener biriktirish. Bundan oldin ma'lumotlar oynasida sport guruhlarini yaratib olishimiz kerak. Mana biz yuqorida ikkita guruh yaratilgan sport guruh. Biz yana uchinchisini yaratamiz. Xo'p, sport turi. Demak, basketbol. Tayyorgarlik darajasi sport sog'lomlashish guruhi. O'zi tizim avtomatik 3 raqamni qo'yadi. Ya'ni bundan oldin ikkita guruh yaratilgani uchun 3 nimasini beradi. Holatini aktivga o'tkazamiz va saqlaymiz. Mana 3-guruhimiz yaratildi. Ya'ni bu yerda guruhlar son bilan ajratiladi. Ya'ni SS1, 2, 3 va hokazo. Demak, guruhlarni yaratib olganimizdan so'ng ma'lumotlar oynasiga o'tamiz. Hujjatlar oynasida guruhga trener va sportchi biriktirish oynasiga o'tamiz. Ushbu o'yinda yaratish tugmasi bosiladi. Bu yerda bir trener, bir necha trener. Agar bir necha trener faoliyat yuritadigan bo'lsa, ushbu guruh bilan o'sha trenerni bir necha trener biriktirishingiz mumkin. Bizda bitta trener bo'lganligi uchun bir trenerni tanlaymiz. Demak, o'quv yili, hujjat yaratiladigan sana, hujjat raqami, biz trenerni tanlaymiz birinchi navbatda. Mana trenerimizni tanlab oldik. Sport guruhi nomi, yuqorida yaratilgan guruhlarimiz chiqdi. Misol uchun sog'lomlashish guruh 0-25 degani guruhga maksimum 25 ta sportchi qo'shish mumkin degan ma'noni beradi. Birinchi guruh tanladik. Ya'ni guruhning buyruq raqami. Misol uchun o'sha guruh tashkil etilayotganda u guruh uchun buyruq chiqqan, o'sha buyruq raqamini yozadi. 01-buyruq sanasi, misol uchun 27/02/2025. Izohga. Guruh to'g'risida ma'lumot yozib qo'yishimiz mumkin. Basketbol. Endi sportchi qo'shamiz. Odatiy qabul degan tugmani bosamiz. 3 ta nuqtani bosganimizda yuqorida qo'shgan sportchimiz ma'lumot chiqdi. 2 marta bossak tanlaydi va qo'shish. Oxirida xuddi shu tartibda yana qo'shimcha sportchilar yana qo'shish qilib, shu orqali yana qo'shib ketilaveradi ketma-ketlikda. Barcha sportchi qo'shib bo'lingandan so'ng hujjatni saqlaymiz. Saqlaganimizda ushbu hujjat bizda hosil bo'ldi. Ya'ni hujjat raqami, hujjat yaratilgan sana, o'quv yili, muassasaning manzili, ma'lumoti, sport turi, guruh nomi, guruhga berilgan akademik soat va trener va sportchi to'g'risida ma'lumotlar
ushbu oynada chiqadi. Endi hujjatimizni tasdiqlaymiz. Hujjatimiz tasdiqlandi. Mana sport to'g'risida ma'lumotlar ham ushbu oynada ko'rindi. Xuddi shu tartibda ish faoliyatini davom ettirib ketishingiz mumkin. Yana guruh yaratib, ishiga qo'shimcha bo'lsa qo'shib amallar bajaradi. Faqat oxirida hujjatlarni tasdiqlab qo'yish yodimizdan ko'tarilmasin. Agar hujjatlar tasdiqlanmagan bo'lsa, bu keyingi bosqichlarda ma'lumot ko'rinmaydi. Ya'ni statistikalarda, boshqa ma'lumotlarda aks ettirilmay qoladi. Shuning uchun doim hujjatlarni tasdiqlab yurish yodingizdan ko'tarilmasin. Hammaga rahmat.